Assalamu alaykum. Hürmetli kuzatuvchilar, hürmetli obunachilar. Yine yakından sizlere gösterip ötüverdik, bir reklam ötüverdik. İnşöyle yine Samway açıldı deb, distillengen su maş yuvamız. Hemmenete taze su deb yakında bir reklama kılıp ötüverdik. Bine hazır yol üstü ötüp bayatırdım. İnşöyle hazır bir neseye gözüm düşük kaldı. Bir yengelik göz çekme sizlere. İnşöyle hazır ayet verdik sizlere, verdik. İnşöyle distillengen su koyamız, ötken kayıtken içeride de vədə verdik. Yine vədəyə vafa kılıp, yine acayip edip şöyle düzüp koyup tekerler yine taze distillengen su, içimlik suyu 1 litre 100 so'm ekan. Alıp giteden adamlar olsa bemalol idishab kelaverasizlar. 1 litre 100 so'mdan nechalik bo'lsa kerak bo'lsa olib ketaverasizlar. Eğer bir yerden yolda ötadigan insanlar bo'lsa, yolda ötuvchi yo'lovchilar bo'ladimi, kollej o'quvchilari bo'ladimi, nechki insanlar ötüşünden qat'iy nazar bemalol şuradan bir kuruşka suv ichib ötüp ketaveradilar. Bu xayriya yo'luna qo'yibdilar. Ko'ngilingizdan chiqarib, agar nechalik litr suv olib ketaman desa, litr 100 so'mdan inshaalloh yana yashib qo'ying. Asoslar litr 100 so'mdan nechalik suv bo'lsa, bemalol olib ketaverasiz. Olib ketaman degan insonlar bo'lsa. Ben azı qo'ylab ichib ko'ramiz suvni. Ustakab ichib ko'raylik, suvni ichib ekan. Yine şu sudan maşinam yuvulup turuptu içeride. Şu taze suva maşinam yuvuladı. Özünüzden görüyorsunuzlar, gelip görüşenizler mümkün bemalol. Bu sıyırmak gerekmiyordu. Doğru yuvasılar maşin yaldırıp zavodska maşin bolaverer. Yine hazır içip göremiz. Hürmetli kuzatuvchilar, hürmetli obunachilar, necha ekan suv? Zo'rmi? Distillengen suv ba'zi zo'r bo'ladi, ba'zi distillengen suv zo'r. Yurakka sovuq suv urasida issiq vaqti. Hürmetli kuzatuvchilar, Asabiyning adresini yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Urganch Xazarasibdan kelaverishda paxta zavod yanida, Urganch Bag'at sentra o'taverishda paxta zavod bor, svetofor bor. Xazarasdan kelaverishda svetoforga kelib, o'ng yana bullasizlar, Xazarasdan Urganchdan kelishda chap yana bullab, shuning Ashxobod mahallasiga yozib turibdilar. Shu yerdan kirib kelaverasizlar. Yana bir yine aniq adreslari, bir yine xolodilnik yine. Xolodilnik bor. Shu xolodilnikning yan başında şöyle yine. Şöyle joylashgan 100% tozalangan distillengen suv maşinlar yuvaverasizlar yine gelip. Hürmetli kuzatuvchilar, Samway 100% distillengen suv maşin yuvasizlar. Yine yukarıda aytib o'tganimiz, ichaman desa, bir de ichmam o'taverasizlar yine. Yo'lda o'tuvchilar uchun bu. Xayriya yo'luna bu suv. Yine bir marta aytib o'taman, shu distillengen suv maşin yuvulib turibdi. Şu distillengen suv ichib ham shuncha bo'ladi, bemalol ichaman degan insonlar bo'lsa. Agar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, birdan like bosib qo'yasizlar, bemalol kelaverishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.